Uylandingiz, baxtlisiz. Necha kun? Mashinangiz yo'q edi. Mashinali bo'ldingiz, baxtlisiz. Qancha? 4 oyda zerikasizlar, keyingisi chiroyli ko'rinaveradi. Dunyo matohi vaqtincha saodat sho'rini beradi. Inson ko'nikib qoladi, inson zerikadi. Faqat dunyoni maqsad qilgan bo'lsangiz, yetmasangiz ana baxtsizsiz, yetsangiz malollanasiz. Inson bu dunyoga birodarlar Allohni tanish uchun kelgan. Unga qulchilik qilish uchun kelgan. Unga muhabbatli bo'lish uchun kelgan. Uni roziligiga intilish uchun kelgan. Shu maqsadni amalga oshirsa inson baxtli bo'laveradi. Dunyosi bo'lsa ham bo'lmasa ham. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men deyapti Alloh taolo jinlarni ham insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim. Ana shu ibodatni qiladi, Alloh undan ko'zlagan maqsadni yuzaga chiqaradi, saodat topadi.